Alo. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Mahsuba yaxshimisiz? Suzimisiz? Charchamayapsizmi? O'ylayapsizmi? Tinchmisiz? Sizga rahmat, Xudoga shukr. Mahsuba opa, Ha? bir masala so'ramoqchi edim hozir. Yangi qonunlar kuchga kiribdi-yu. Nima degan? 7 avgustdan u mollarga pasport olish masalasi. Xo'sh. Shu mollarga pasport olingandan keyin o'sha mollarni nomiga ham kiritib olsak bo'ladimi? Albatta pasport bilan-ku. Просто anavingizni firmada ishlaydi degan оформление qilib qo'yishingiz kerak-da. Rasmiy daromadi borlarga beriladi-yu. O'sha u mollarni ishga olamiz, keyin har oy oylik chiqaramiz u mollarga. Ha, endi sut beryapti-ku, bekorga emas-ku. Senga o'sha kreditda yozilganda rasmiy daromadi borlarga degan. Erta mol inson ko'rsatilmagan, rasmiy mollar nomlari anaqasida ko'rsatilgan-a? Yo'q. Ha, o'sha O'zbekistonda yashayotgan bo'lsa bo'ldi. Gollandiyadan olib kelgan bo'lsangiz ham o'zbekcha pasport olsangiz bo'ldi. Ularda anaqasi NFC barmoq bosadi-yu, barmoqni o'rniga olib burnini bosadimi shunda? Yo'q, tuyog'ini bosadi. Tuyog'ini bosadi. Shunga hozir kafil qilmoqchi edimda o'zimga, shu o'sha kungi masala bo'yicha. Kafil qilmang, siz asosiy qarzdor qilavering. Asosiy qarzdor qilib, uni nomiga kredit olayni, o'zi asosiy qarzdor bo'lsa-da mol. To'g'ri, yaxshi maslahat, yaxshi fikr berdingiz, Mahsuba opa. Endi bilmaganlaringiz so'rasangiz aytib turaman-da. Shu hozir boshim qotib qoldi. Hozir to'g'ri aytdim. Men sal bo'lsa uni kafil qilmoqchi edim. O'zini asosiy qarzdor qildiraman, Zirajda. Yonidagi qo'shimcha mollarni unga kafil qilaman shunda. O'zlariga qilavering, o'zingizni qo'shmang unaqa mollarni ishiga. Bo'ldi, katta rahmat.